Do'stlar, Atletico Madrid hamda Barselona o'rtasida katta media urushi boshlanib ketdi. Yaqindagina Atletico Madridning Twitter akkaunti hamda Instagram akkauntida chiqqan mana bu postlarga ko'zingiz tushdi. Bilasiz, Barselona transfer oynasini juda yuqori kayfiyatda boshladi. Newcastledan Anthony Gordonni transfer qildi. Uning ketidan Bernardo Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolangani ham aytilmoqda. Va do'stlar, eng muhimi Barselonaning so'nggi yillardagi asosiy transfer bozoridagi nishonlardan biri Atletico Madrid futbolchisi Julian Alvares bilan ham og'zaki kelishuvga erishilgani haqida xabarlar chiqa boshladi. Va bunga javoban Atletico Madrid o'zining Twitter akkauntida Barselonaning 3 nafar eng muhim futbolchilaridan biri Yamal, Pedri va Rafinhani Atletico Madridga transfer qilish uchun Barselonaga haqoratomuz hazil aralash mana shunday bir message taklifni yuborganini aytgan. Ya'ni 6 dona Bad Bunny konsertiga kirish chiptasi, bittagina semichka qutisi va yana boshqa mana shunday hazilomuz gaplarni yozgan. Va do'stlar, o'zining Instagramida biz mana shu fake ya'ni postlarni yaratishga 5 daqiqa sarfladik. Har doim ham bunga ishonavermanglar. Biz shunday bir zamonda yashayapmizki, ko'rayotgan narsamizga ishonmasligimiz kerak. Ayniqsa bu Barselonaga aloqador yoki oid bo'lsa degan gaplarni aytgan. Bilasiz, Barselona rasman Julian Alvaresning transferi uchun Atletico Madridga birinchi taklifni bergan, ya'ni 100 million yevro. Atletico Madrid esa buni haqorat sifatida qabul qilgan va bu taklifga yo'q degan. Lekin Barselona taklif bo'lmoqchi emas. Chiqayotgan xabarlarga ko'ra, ikkinchi taklifi 135 million yevro atrofida bo'ladi. Va bilasizmi do'stlar, nima sababdan Atleticoning jahli chiqyapti? Sababi Barselona Julian Alvaresni ko'ndirib qo'ygan. Mana shu narsadan jahli chiqyapti. Chunki futbolchining o'zi ham, agentlari ham Atletico Madridga Julian Barselonaga o'tishni istayotganini aytgan va mana shu narsadan Atletico Madridning jahli chiqyapti va internetda postlarga, mana shunday suratlarga sabab bo'lyapti. Avvallari to'g'risi men bunday reaksiyani ko'rmaganman. O'zi mana shu postlarga ko'zim tushganda bu hakerlar hujum deb o'ylaganim. Chunki Enrique Cerezo, Atletico Madridning prezidenti hamda Laporta o'rtasida munosabatlar ajoyib. Va do'stlar, Atleticoning bunday munosabati shuni ko'rsatadiki, Atletico Barselonadan Julian Alvaresni Atleticoni tark etishga ko'ndirib qo'ygani uchun juda ham norozi. Bu qanday tugashini birgalikda kuzatamiz.